Kim bo'lishidan qat'iy nazar shu qoidaga amal qilsa, hayotidagi hamma muammolarga yechim topadi va barcha orzu-niyatlarga erishadi. Diqqat qiling. Qarzdormisiz yoki bemorsiz yoki farzandingiz bemor, oqqonmi, saratonmi, boshqa kasal, bu Alloh biz bilan birga degan shiorga amal qilishingiz kerak. Bor g'amingizni, tashvishingizni Robbimizga topshirishingiz kerak. Yaratgan egamga topshiring va tabassum qiling. Unutmang, peshonangizga yozilgan narsa aniq keladi. Yozilmagani hech qachon kelmaydi. Va eng asosiy narsa, biz yaxshi deb o'ylagan narsada biz uchun yomonlik, biz yomon deb o'ylagan narsada biz uchun yaxshilik bo'lishi mumkin. Va hammasini yaxshi tomonga o'zgartiradigan yagona narsa bu ham bo'lsa Alloh biz bilan birga degan qoidaga amal qilish. Bu qoidaga amal qilish uchun nima qilish kerak desa, chin dildan amal qilish uchun ma'lum bir bilimlarni egallash kerak va bu bilimlar Fozil Muhammad Odil tomonidan Alloh biz bilan birga degan kitobga jamlangan. Shu kitobni o'qib chiqing, xoh ishoning, xoh ishonmang farqi yo'q. O'qisangiz bo'ldi. Hayotingizni tubdan yaxshi tomonga o'zgarganiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Alloh biz bilan birga.